Hay ilohim baxtli bo'lsin. Baraka toping. Baxtli bo'lsin. Yoshlarimiz baxtli, saodatli bo'lsin. Shunaqa dang'illama to'y qilangki. Hammani yodida qolsin. To'g'rimi, tog'a? Mashinalar zo'r. Endi narxini kelishib olsa bo'ldi, uka. Endi aka ot bilan to'y bo'larmidi? Bor yo'g'i 5 oylik kommunalaringiz puli bo'lar ekan. Tushunmadim. Endi hisoblashingiz oson bo'lsin deb shunaqa dedim-da. Xo'sh aka, o'zi sizlarga qaysi sanaga? 23-siga. Shunda Hofiz bir ro'ga qanchaga chiqadilar? Hofizimizni bir rolik narxlari kenja qizingizni yarim yillik ingliz tili kursi bilan teng. Agar dijur xohlasanglar, yana shuncha qo'shasizlar. Dijur shart emas. Bizga 5-6 ta san'atkor bo'lsin. Hamalida har xilda. Don. Kran. Ikkita operator. Ikkita fotograf ham bo'lsin. Shularni hammasini hisoblab beringchi. Nech pul bo'larkin? Hop, jami hisoblasak, yaxshi bir sanatoriyada yangam bilan bir haftalik dam olish puliga to'g'ri kelar ekan. Nima deysiz aka? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Qani, o'tiringlar. Qalay aka, to'yxonamiz yoqdimi sizga? Gap yo'q. Dahshat. Xo'sh, bizdan qancha bo'ldi? Hop, mana skitkasi bilan sizga 30 yillik maoshingizni bersangiz bo'ldi ekan. 30 yil? 30 yil? Aka. Dadasi.